Bugungi artikulятsion mashqlarimiz sizlar uchun. Birinchi mashq xartumcha mashqi. Har bir mashqni bajarayotganimizda 10 gacha sanaymiz. Keyingisi lablar kulgi holatida jilmayamiz. Keyingi mashqimiz belkurakcha mashqi. Tilimiz bo'shashtiriladi va keng holatda bo'ladi. Keyingi mashq kosacha mashqi. Og'iz keng ochiladi. Til keng chiqarilib yuqoriga ko'tariladi. Keyingi mashqimiz ninacha mashqi. Keyingi mashqlarimiz dinamik mashqlar hisoblanadi. Soatcha mashqi. Har bir mashq 8 martadan 10 martagacha davom etadi. Keyingisi otcha mashqi. Keyingisi mazali murabbo mashqi. Keyingi mashqimiz arg'imchoq mashqi. Shu bilan mashqlarimiz o'z nihoyasiga yetdi.